Assalomu alaykum. Navbatdagi klientimizamiz. Mana o'zimizni Bag'dodda mana domofon qo'ydik. Davr Katish tomonidan 602 modeli. Bu issiqqa ham, sovuqqa ham juda ham chidamli. Mana ugl qilib qo'yganmiz. Tagiga mana yasab temirdan chiroyli qilib, umuman orqalaridan hech narsa suv o'tmaydigan qilib chiroyli qilib qo'ydik. Mana bu zamokdan qo'ydik. Bu zamokda afzallik tomonlari birinchidan darak etmaydi. Mana o'zi shiriq ketib chiqadi. Buni tili yo'q, o'zi chiqib keladi. Uriladigan tili bo'lmaydi. Mana ichkarida mana chiroyli qilib shitlarni yiqqanmiz. Mana shit tepaga qo'ydik. Mana chiroyli korpuslarni olib keldik. Mana 62/7 dyuymli monitorimiz. Mana darvozamiz chiroyli ko'rsatib turibdi. Kirgo'y qilib. Bemalol kim kelsa ham hammasini yuzini aniq-taniq qilib ko'rsatib beradi. Mana kimga mashina sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Kamerachi uzubi. Opsiyada telefon raqamini qoldirib qo'yaman. Hozir